Yuqori Chirchiqda Ahmad Yassaviyda joylashgan 13 sotixli uchastkamizni bor yo'g'i 1 sotixini 10 ming dollardan ko'rsatamiz. Batafsil video davomida ma'lumotlar bilan aytib o'tamiz. Umumiy hisobda 13 sotix yer maydoniga joylashgan keng fayzli tinch mahalla 1 sotix o'zini zax va joylari bilan. Okalar, asosiy qismdan tushuntirib beradigan bo'lsam, kirganingizda 5-6 mashina bemalol sig'adi. Bu yerda kichkinagina zeleniy zonamizni ko'rishimiz mumkin. Hovlimizni oldi qismidan ko'radigan bo'lsak, shunaqa keng katta hovlimiz. Ertaga to'y hasham bo'lsa ham umuman qiyinchilik ko'rmasanglar kerak. Menimcha 7-8 ta xona joylashgan bo'ldi. Hozir asosiy binoni ham tushuntirib beraman. Bu yerda katta tapchali zonani ko'radigan bo'lsak, to'g'rida ikkita katta zal mehmonxona ko'rinishida xonalarimizni ko'rishimiz mumkin. Xona sifatida foydalansanglar bo'ladi. Bitta kattalar uchun xonasini ko'rishimiz mumkin. Ko'ryapsizlarmi, remontlari yaxshi holatda. Umumiy hisobda 6 ta xona joylashgan bo'ldi. Bu ham bitta katta zal xona sifatida foydalansanglar bo'ladi. Bu yerda yana bitta xonani ko'rishimiz mumkin. Va bu yerda alohida yotoqxonalarimizni ko'rishimiz mumkin. Ko'chaga qaragan oynalari bor. Ichkarida yana bitta bolalar uchun yotoqxona sifatida foydalansanglar bo'ladi. Okalar, 13 sotix yer maydoniga joylashgan uchastkamizni bu yerda asosiy kuxnyasi joylashgan bo'ladi. Bu tomonda ham 3-4 ta xonalarni ko'rishimiz mumkin. Remontlari o'rtacha holatda, vremenka ko'rinishda. Bu yerda hovlisini ko'ryapsizlarmi? Tekis to'g'ri 4 burchak yer maydoniga joylashgan. Bu yerda chorvachilik qilaman desanglar ham bemalol sharoitlarni yaratib qo'yishibdi.